Xayr 2025, assalomu alaykum 2026 deb boshlasak ham bo'ladi. Hammalarga xayrli kun jigarlar, hammalarga zo'r kayfiyat, yaxshi bola YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun menda xursandchilik. Endi uyg'onganman, issiqcho'lar ham techoriy. Xullas jigarlar, men englini tez aytaman, sizlarga ichinglarni qizdirib o'tirmayman. Xullas men o'zimga yangi xotin oldim. Tabriklab qo'yinglar. Yangi xotin deganda erkak kishini eng yaxshi ko'rgan xotini va sodiq yonida har doim turib tark etmaydigan xotini bu. Uni yaxshi ko'rib haydaydigan to'ychog'i bo'ladi. 2025-yilda sizlar bilan birgalikda juda ham ko'p narsalarni amalga oshirdik. Juda ham katta proyektlar O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda bo'lmagan shoularni amalga oshirdik. Bitta insonni millioner bo'lishiga sababchi bo'ldik. Sizlar ham bunga sababchisizlar, chunki bizani qo'llab-quvvatlab turdinglar. Reverem shouda bir kishi, Surxondaryolik ukamiz 500 million so'mni qo'lga kiritdi. Bu endi nerealniy pul, endi men uchun ham, ular uchun ham. Xullas ularni tabriklayman. Bugungi kunimiz sizlar uchun ham, men uchun ham muhim kun. Chunki aytganimdek, bugun yoshlikdan orzu qilgan, hammalar buni masalan olmoqchi bo'lgansizlar, dodanglar, adanglar, amaqinglar, ukanglar, xullas hamma bu mashinani olish istagida bo'lgan. O'sha mashinani mana bugun emas, ancha oldin bir hafta oldin yetib keldi. Oldim va xursandchiligim hozir ichimga sig'mayapti. O'shaning uchun ham hozir men sizlarga video qo'yaman. O'shaning uchun ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Bizning YouTube kanalimizga, yaxshi bola YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'lib, like, kommentlarni ayamasdan tashlab-tashlasanglar, xursand bo'lamiz. Bu hozirgi paytda takoy legendalardan bittasi Porsche ekan. Uni osmondan ham tashatdi, yoqib ham ko'rdi, ustidan otam sakrati, xullas o'zini mehnatini juda bir boshqacha o'ta bo'ldi, juda ham yaxshi foydaga olib kirdi. Bir mehnatkash, barakali mashina bo'lib keldi va yangi mashina men xuddi shunaqa senga qarab aytaman. Agar meni haqiqatan ham eshitayotgan bo'lsang, seni ham oyoqlaring barakali, risli kelsin va seni ham Xudo xolasa O'zbekiston emas, balki butun O'rta Osiyoga tanitaman. Mana shu narsa esingda tursin. Bu esa 3 tani oilasi uchun qadrdon bo'lgan meni ikkinchi avtomobilim, Gentra avtomobili. Legendarnik katta bolalarniki. Buni ham butun O'zbekistonda katta bola bo'lishiga sizlar bilan biz sabab bo'lganmiz, narxlar ko'tarib ketishiga ham sabab bo'lganmiz. Kimdirlar xursand bo'lgan, kimdirlar bu narsadan xafa bo'lgan. Bugun xursandchilik videoning oxirida sizlar bilan qanaqa mashina olganimni, uni qayerdan olib keltirganimni, necha pulga olganimni, hammasini videoning oxirigacha ko'rsanglar birgalikda ko'ramiz va bugun videomizni ham emotsiyali, ham qitmirchili, azartli video bo'ladi. Bu narsaga oldindan kafolat beraman, chunki bundan oldingi videolarimizda ham gapirgan gaplarga javob bergan. Xullas bugun bolalarni chaqiraman. Men o'tgan safar mashina tashlab o'rganimizda o'g'aylarim keldi. Shu bolalarni yana chaqirib cho'chitmoqchiman. Hozir qarochi vahima qilaman. Hoppa! McQueen, meni kechir. Sandan ham zo'ri chiqib qoldi. Nima deysan? Zo'rdan zo'r chiqadi. Endi biz bolalarga qilishimiz kerak hamda hozir. Birinchi navbatda kimga qilamiz? Jahonga qilamiz, Jahonga. Istoriya qo'yib o'tirdim Instagramga. Shuni ko'rib olinglar. Ketdi mana hozir Jahonga qilamiz. Video qilamiz hammasiga bor-ku. Blogerlar любое время onlayn bo'ladi. Shuni bilib olinglar, bo'ldi. Blogerlar har doim onlayn turgan bo'ladi, har doim aloqada bo'ladi. Bolalarni ketdi aytdim sizlarga. Men o'tgan safar bolalarni ozgina podvodit qilganman. Qanaqa podvodit qilganman? Videoni qo'yganman. Ana mashinani tepadan tashlab o'rganmiz. Keyin Dubayga ketib o'rganman. Endi aylanishga ketganman. Dubayga ketsam, bolalarni chaqirishibdi-da, ozgina muammo nimadirlar deyishibdi, lekin hammasini kelib hal qilib rishat qilib ketdim. Biz to'g'ri joyda, to'g'ri bo'lamiz. Cho'tta joy olmayapti-yu. Nimaga olmayapti? Hozir vali. O'tgan safar kelmagan, xulab qolgan shu mashinani tashlab o'rganimda chichiqol. Mana valiga ham gudov ketadi. Aytdim-ku blogerlar, sahib vali kim uchun aytgan bo'lsanglar. Tere do'stim bor. Tere kimga kerak? Mana Jahon endi ketidan qo'yapti. Vali olmayapti. Qarimni og'laylikchi Jahon qaytib qildi. Biz ular bilan maktab yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Assalomu alaykum. Nima gap? Nima yaxshisiz? Siz do'stlar? Siz do'stlar? Ustizdanmi? Nima gap? Ishxonadamisan? Ha, ishxonada edim. Qayerdasan o'zing? Hozir tish bilan xursandchilik bo'ldi do'stim. Xursandchilik? Navarali bo'ldingiz aka. Anaqami yana intriga boshlading deyman. Yo'q, o'rtoq akasi tashima akaga. Xursandchilik kunimda yonimda turlaring jigar. Bo'ldi, baqirma o'z boraman tashi. O'rtoq akasi tashima. Ana jahon yes. Vali bor-ku, ashi anaqada hayotda bor-ku. Shu beg'am bor-ku, ha deb yozib o'ribdi. Men unga video qo'yaman, o'rtoq tinchlikmi deb qilmaydi bor-ku. Kibrlanganmisan, Saxiyev? Unaqa bola bo'lmalaring. Hamchi xulovatdi-da bu. O, tinchmisan? Endi turdingmi? Bashara eshib ketdi, o'rtoq. Anaqasiga endi turaman, ko'rmayapsan ko'chada mana inson. O'rtoq, lokatsiya tashiyman.
Qanaqisan bilasanmi? Esimda avariya bo'lgan paytlarini eslatyapti endi. Yaxshimi shu? Yaxshi kunlarni eslaylik, basharangni ko'rsat. Mana salomat. O'rta lokatsiya tashima iltimos. Bitta tema bor, shunda bolalar ozgina vimogat qilyapti. Katta ukam. Oh, vale. Insobat Rezidenskiy. Amerikanskiy посольство. Amerikanskiy pirog. Sasga kelur. O'rta kelgan bitta tema bor, shunda bolalar tashlayapti ozgina problema. Sen tachiysanmi lakatsa? Ha, mana o'sha yerga iltimos o'rta, paddeshka. Qo'yib bolalar ozgina sakrab qo'ydi-da. Mas'ul bilan borish kerak. Voy bilan Ahroga qoziq qilmoqchi edi. Ahror ham shot degan, Ahror ham shot degan. Tinchmisan, Ahron? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Charchamayapsan? Shotki. Bitta tema bor edi, shunda. Men sani temalaringga bormayman deb o'zim va'da berganman. Yeah. O'tgan safar ichib bergansan temangni manga. To'g'riga surori bizani Inoma holatga qo'yib o'shandan beri bormayman, bolaga aytganman, bormalaring. O'rta? Proyekt chaqirsa, bormalaring. Bu ishlar emas, dacha oxirgi dacha demayman. Dachadan tashlab ketdingiz o'zimiz. O'rta, men yoningdaman, hali bo'vrim yoningdaman. Shon bilasan-ku. Yo, eslataymi meni? Kadr turganda eslatmay qo'ysang-chi. O'sha qiyin paytlaringda yoningda turgan men o'rta. Hozir kadr turibdimi? Mana ham bitta GoPro turibdi, ham bitta operator akamiz turibdi. Endi gaplashamiz, qarochi. Haqiqatni aytaman, o'lasanlar xotinlaringdan, ishon. Bo'pti, o'rta, ko'rishamiz. Rahmat, kellaring, kelmasalaring yo'q. Nechiga hozirmi? Hozir, prям hozir, o'rta. Abdi ham bormoqchi ekan. Boraylikmi? Ha, jenskiy auditoriya kerak emas ekan. Abdi ham kelaman. Ko'rishamiz tezroq ke. Tezroq. Bo'ldi, bolalar kelyapti. Ularni oldinda qo'rquv kutmayapti. Uni qo'rqitib, cho'chitib o'tirmayman. Nima bilasizlar, men ularni chaqirib olaman. Chaqirib olgandan keyin o'zim bilaman nima qilish. Xorbey, yaxshimisiz-ku? Shotga o'z qandoqsiz? Rahmat. Tanidim. Avamiz. Qibrayli bola, yangi toycha oldim, O'sha oldiga ketyapman. Rosingizmi? Rahmat. Borligiga shukr, mana shunaqa yo'llarda so'rashib, gaplashib, kayfiyatlarni ko'tarib turasizlar. Mana o'sha Siroj telefon qildi. Siroj! Ha, yurdik, alaqa kelibdimi, konteynerda turibdimi, nima bo'libdi? Menga ruxsat berishmadi ochib berishga lekin. Yo'q. Nima qilish, shtampani o'zingiz kerak ekan-a? Bonna kelyaptimi? Ha, kelyapti. Oyoq qo'li qaldirib yo'qman. Hozir nimadan poyezddan tushirib, bu yoqqa olishdi, tayyor turibdi. Kecha ochamiz, xudo xohlasa inshaalloh. Tamam, mana keldik biz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Tanijoningiz salom, yangi yillar muborak bo'lsin. Charchamayapsizlarmi? Rangini o'zgartiribsiz, olib tashlaysizmi yo'qmi? Ha, olib tashladim aka. Yangi mashinam shu yerda, xudo xohlasa. Yangi olib qo'ydim. Hali hech kim bilmaydimi? Ha, o'sha videosini olamiz-da. Qo'linglar. Yuztali. Nasibimizga. Ilohim aytgansiz kelsin. Bizga keldi. Asalimni, toychog'imni oldiga keldi. Novotimni, shakarimni oldiga keldi. Voy keldi. Yetib keldi. Hoppa! Mehmonlarimiz kelishdi. Ha, bolalar, ey. Vahima qilish kerak emas, vahima qilaylik. Mana vahima qildingmi hozir? Endi bekorga vahima qilmadim. Oldin mikrofonlarni taqib olaylik. Mikrofonlarni taqib olaylik. Men sizlarni, qarochi, qarshilikda turgan qimmatbaho toychani oldiga chaqirgan. Topish kerakmi? Nimaligini? Topinglar bitta. Qaysi modellik? Mers. Bizadan ham kichkina qarang, mana. Ana tashlaylar. Qarochi, bolalar, bu narsa men sizlarga mana paskaska beraman. Paskaskalar ko'p. Ustimda mana shu qizil kiyimimda uni paskaskasi bor. 91. Mana eslatyapsizlarga. Porsche 911. Может. Lekin Pasatkasi kichkina-yu. To'xta. Yoki 91-yil chiqqan mashina. Chiqarroq. Qarochi, bola, bu narsani bor-ku. Yoshligimizda ham bormi? Oppo dodasi bormi? Amaqisi bormi? Jiyanlar bormi? Hammani xursand qiladigan mashina-da bu chos. Ishlatilmagan bu mashina proyektlaringda Ishlatilmagan. Xullas, bugun sizlarni ozgina chuv tushirmoqchiman. Bilaman, aytmagan. Qo'rqib ketdim, orqada nimani qichqir bo'lsa. Tashlaylar. Tashladi!
Blogerlar kamayadi. Hayotda bilasizlar, oddiylik baribir har doim yutib chiqadi. Oddiylikda hozir sizlar bilan bu mashinani ochamiz. Lekin nimaga aynan bu mashinani men tanlaganimni keyin sizlarga aytaman. Kelinglar, atrofini ozgina Ushlab ko'rsam bo'ladimi? ushlash mumkin emas, ushlash mumkin emas. Ushlasham bilasan bitta Yo'q, o'rta bu narsa men aytaman, bu mashqda turgan narsa bizlar shunchaki ko'zimiz oldimizga qo'yilgan maket bo'lishi ham mumkin. Kartondan Balki bo'ladi. intriga uchundir qo'yib qo'ygandirman. Bu yerda men bilaman nima mashinaligini. Ruchkasini qara, ruchkasi uzun. Rolls Royce. metr yonidagi kim edi? Mo'ylovli, brat. Ana McQueenning mo'ylovli bor edi. O'sha boya jahon aytdi-yu. Nima edi o'sha? Aston Ford. Yo, Hudson-midi? Ha, o'sha edi. Ha, mana ruchkasidan bilaman, o'rta. Bo'ldi, og'zini eshit. Ha, o'sha Og'izdan nimani ovoz, boya ovozini beryapti. Shunga qilingan nima deydi? Og'ir odamlarning Bitta ovozi. boy chiqirga qilgan. Ha, o'sha boylar haydaydi. Qo'ydi. Uydagilarga aytish mumkin emas lekin bu. Menga yetishyapti o'zi. Ahvolboy maket emasligi bilindi. Ne, maket emas, ha. Da, maket emas ekan. Yo'q, bunaqa katta maket yasash ham qiyin bo'ladi. Ya bu mashinani betga qo'yishimdan maqsad video davomida bilib olasizlar. Demak, hamma o'zini taxminini Ha, aytib bo'ldi. o'tdimi? Hammada bitta taxmin. Menda ham bitta taxmin. Taxmin? Rolls Royce. 100%. Rolls Royce. Mashina anaqa to'yga chiqadi buni, o'shandan bildim. Yo, o'zi to'yga chiqishmas, lakin chiqibdi. Yo, endi uni aldoqchi dedi-ku, keyin Bizlar to'yga O'zbekistonimizda faqat Rolls Royce to'yga chiqadi. Boshqa joylarda такой классический пантов yo bu yoqda emas-ku. Bizda mashina bormi hali? Endi bu originali bo'lishi ham mumkin-da. Voy. Просто kutib olishganmidi bu? Voy. Simule bilib olib, aytdi-ku, sizlarni chalg'itaman. Ikkita endi variantim, bittasi Rolls, bittasi digital janjin. Man ichida 911 bo'lsa kerak. Mana konteynerga sig'adi lekin u. Xullas bu narsani menga katta anaqasi ahamiyati bor hozir. Hozir ochishimda. Bu bunga bog'liq. Qarang, bitta narsa ham bor-da. Rolls Royce kompaniyasi, BMW kompaniya Rolls Royce'ning motoridagi hamma narsani qilib beradi. Bu yoki shunaqa qilib BMW olgan yoki shuni endi bilmayman, o'zim Qanaqa o'ylading? Mana bunaqasi. Yo, endi bunaqa o'ylagan bo'lsa mendeki demoqchiman. Agar shunaqa bo'lib chiqadi, agar bu Rolls Royce ichiga shu oilasiga mansub kompaniya bo'lsa, bu BMW bo'ladi. Bitta narsani oldindan aytib ketaman. Sizlar hozir yangi to'ychog'im bilan sizlar ham bitta test qilib ko'rasizlar. Sizlarga beraman. Yaxshi. Yana bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Rolls Royce'ni bitta oilasiga mansub bitta kompaniya bu Ferrari. Shunaqa. Rolls Royce. Men mashinani yaxshi tushunaman. Sen xohlaganingni. Qara, Rolls-Royce yana bittadan Mercedes demadi. Men konkurentim Mercedes. Yo'q, konkurent emas. Oilasi bo'ladi-da, ularning mana bo'ladi-ku. Balonim ishlaydi. Masalan, mana o'zim sohada olsak, mana bloger Vannerlar bo'ladi, bloger sotsialniy rolik oladigan bo'ladi. O'shanaqa oilaga mansub bitta Ferrari bilan. Rolls Royce Ferrari bilan. Tushundim. Bali ko'p cho'zib o'tiramiz. Короче, Do'stani. Tayyormisizlar bolalar? Ochinglar! Ko'rmadingmi? Rolls Royce. Rangini qaranglar buni, qop-qora. Nima deyapti? 2019-18 yili. To'g'ri topdim. 91-yilmi? Yo'q, 91 emas. Bu 91 ekan. Kirib ketadimi, olsa tortsam? Ha, 14 mingga tushasan. Kiradimi? Mashinalar yaxshi tushunadi. Yo'q, kirib ketish kerak, o'g'irlamaslik uchun. Yili 2000. Yo, mana buni nima uchun chiqarishgan shuni ham ma'lumot. O'tirishing uchun o'rtoq. Tasavvur qilolmayman. Men ham sizlarni qiynamayman, jigarlar sizlarga ham intriga bermayman. Yangi olgan mashinam Rolls Royce emas, lekin Rolls Royce'ga juda ham aloqasi bor va Rolls Royce'ni nimaga men bu yoqqa olib kelib qo'yganimni hozir yangi mashinamni ochgandan keyin ko'rasizlar. Undan oldin esa sizlarni ko'zinglarni ozgina yumib qo'yamiz. Dilay qo'ysangchi, bor yo'q. Oy. Beket. Abdi, Qo'limni bekitib kirasanmi o'zing? Men o'rtasan taqqil. Sen taqqa ol, men o'zim qo'lim. Men bunga aytchi, men buni taqib o'rtoq. taq. Qaramaysanmi axo? Nimaniki? Axir hozir o'yin qiladi, qarab. Yo'llar, qo'linglar ushlab olinglar. Og'ayni olinglar. Voy, jinnimisan sen? To'xtamabdi, nimadir, men bakoviyman. Hayotda og'ayni bo'lmasanglar, og'ayni bo'linglar dedi. O'tir. Kimda so'sa hozir yig'ishdan hamma bitta dab uxlab uyg'ondik, qanaqa o'stiribdamiz. Mana nima bu? Mana chotki, mana shu turinglar mana. Mana nima o'rtoq? Qo'linglarni ushlaylar mana. Qo'linglarni ushlaylar. Voy, suggi. Короче, bolalar. Gi. Pishiraman.
Aytmaychi. Va nihoyat men kutgan daqiqalar yetib keldi. Mana shu konteyner ichida Toycha уже bukir o'ryapti. Are you ready? Are you ready? Tommy Jerry. Hasıl. Mana Toychog'im. Ovozini eshityapsizlarmi ovozini? Ha! Tayyormisizlar? Ha! 1 2 3 ochinglar. Geliyor. Ben yaqinroq keldim. Voy, diling lekin. Yorib yordinglar. Borib ko'rsak bo'ladimi? Ya hali mumkin emas. Masalaga yetdimi? Bekorga 91 kiyib olmaganman. Yetmaganiga 2023, 24, 25, 22 xullas 3-4 yil davomida YouTube platformasini korotchi portlatgan mashina. Shunaqa. Legenda mashina Tan olish kerak, tan olish kerak. Hali endi marhamat kelinglar. Kelinglar. Kiramiz, ko'tarmaysanmi tepaga? Nasıl qo'ygan dilimni Kirolinglar. Yo. Ochma, cho'tga xotira. Yo'q. Dilinga kirma. Yo'q. Xotira. Ko'taradimi? Egamni ko'tarsin. Ko'taraveradimi? Bunga farqi yo'q. Shunga ketaveradi. Yur. Ha, çok yosh bola. Yo'q. Yosh bola bo'lmasa. Yo'q. Ke, menga To'xtala, o'tir. Qarama. Qara mani eshitgan, eshitgan. Menga ishon. Mani eshitgan. Menga ishon, yur. Menga ishon. Nima cho'chiysan, ha? Yo, men fobiam bor. O'rta fobiya. Xotiram, ichkarida video olamiz bo'ldi. Turist qilmang, ha? Qilmayman. O'rta, vahima. Yo'q. Voy, vahimaning narsa bo'lmaydi, javob. Yo, mani yo'qotamiz fobiya. Yo'q, fobiam bor mani ichkarida. Kira olmayman. Qo'rqqan uzunsin bu. Ketdi. Yur. Termitr ichkarida o'ynab berdi. Ha, o'ynab berishgan. Meni ko'tarmaydi. Ko'taradi. Bo'pti, mana eshitdinglar, mana eshitdim. Korotchilar, hozir gap. Nimalarni qo'ygansiz? Bilmaydi dotini ko'targanda. Aha, eshitgan? O'rta mana agar mana aytayapman, tema qilamiz, ichkariga kirib video olamiz, bo'ldi. Men любой shartingni bajaraman mana. Men любой shartingni bajaraman mana keyin. Ko'tarilasanmi? Ha. Mani fobiyam bor qorong'i joyda. Qo'rqaman, tura olmayman hozir. Tuyasi, jinniromisan? Babiram. Keling. Aka, hammamiz kiramiz. Duh. Yavring. Tor joydan Cho'chima yurgan o'rta. Torlardan tor joyga qo'rqaman. Yurgan. Ko'tarmaydimi? Ko'tarmaydi. Ha, ko'tarmaydi. Kel. Endi sen men kirdimmi? Diling shart bajaradi, diling mujik. Ha, Давайте, пацанlar. O'rta. Suka, cho'chima u. Ha, блин, mujik. Ya, o'ylayveraman. Kel o'rtadan kelgan atirjam bo'lasan o'rta. Shu narsa kerakmi? Kiymayman boshqa proyektlarimga. Короче, biz hozir sizlar bilan birga osmonga ko'tarilamiz o'shaga. Bitta cho'st qilaylik, osmondan qanaq bo'ladi. Nimaga bunaqa qilaman? Men har safar osmon ko'taraman, o'rtoq. Sababini aytaymi? Yo, sababini aytaymi? Aytsin. Sababi, men mashina ham o'sha osmonga ko'tarilib, bir yulduz bo'lib ketsin. Mashina yurib ketyapti. Ya, vahma qilma qo'y. Yurayim. Aktyorskiyga variant emas hozir. Juda ko'p ko'taryapti, ancha. Yo, mana ishon. Lift o'rta, lift. Yuryapti lekin, mashina yuryapti. Ya, normal. Hozir bizda nimada bo'lsa, taxminan hozirgi общий kadr ko'rsatishadi, qanchalik osmonda turganini. Men yaxshi farqi, tezroq Ko'tarilib. Qiz, 50 emas. Voy, bila. Eng qizig'ini aytaymi? Sizlar, o'rtoq. O'rtoq. Qo'ynanyapti. Mabodo tushib ketadigan bo'lsa, tepaga otinglar o'zinglarni. Mana shu qadrlarni. Bo'ldi, tushiraymi? Sakrab qolish kerak. Mana bu imkoniyat. Bo'ldi, tushiraring, bo'ldi, yetadi. Просто o'zimdan osmonda his qilib ko'rdim. Ey, bu men o'zimni traditsiyam, o'rtoq.
maras. Yerga tushdi. Mushta yana kiyishamiz. Bo'ldi mana yerdamiz. Vahima qilasanda ketdi. Xush kelibsizlar. Yerimiz, osmonimiz musaffo bo'lsin. To'xta endi. Sen boya ko'tarmayman deding-ku menga chiqayotganda. Shart etasan agar ko'tarsan deding, ha? O'rtoq, men bu shartlaringni bajaraman, hammasi tugadi emas. Endi boshlandi hammasi. Ha, men aytaman lekin shart. To'g'ri, Farqi yo'q, ha? Любой kipishga, любой shartga. Давайте. To'g'risi bu mashinani olishimdan maqsad mana shu oddiylikdan, короче, eng zo'ri bo'lish. Bu qanaqa bo'ladi? Короче, $500 mashinadan $500,000 mashina yasamoqchiman. Ha, buni yasaysan. Rostdan. Ya qissa. $500,000. Jigulidan Rolls-Royce yasamoqchiman. Nimasi qoladi? Qolib qoladimi? Endi holatini keyin ko'ramiz. 20,000 ketadimi, $30,000 ketadimi, $50,000 ketadimi? Xullas, mana shu Jigulidan mana shu Rolls-Royce, mana shu klassikani qimmat pafsi beradigan mashina yasash. Nima deysizlar, qo'limdan keladimi yoki imkoni bormi? O'zi kuzovini qaranglar, o'xshaydi ham, ha. Oldi. Reshotkasi. Bunaqasi faqat. Bunaqasi. Qaranglar, yili eski, mashinada to'g'ri, bir ikkita joylari kraska, praska. Salonlari ayniqsa bitta salonni ko'rsanglar, saloni ham chiriyotibdi-da. Hamma yog'ini o'tiydi, salonlari bilan, diskalari bilan. Короче, yonib olmoqchiman. Qilinadigan ishlar ko'p. O'shaning uchun ham. Mana emblemasini qilgan Abdi uchun. Uni emblemasini ham, ichidagi короче salonlari bormi, ust ko'rinishini hammasini Rolls-Royce qilmoqchiman. Shuning uchun ham mana shu O'zbekistonimizda bor shunaqa ustalar, yorib yuboradigan ustalar. Kommentariyada kim bo'lsa, o'sha yaqin insonlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz o'sha insonlarni xudo xolos ko'klarga ko'taramiz. Qilayotgan ishlarini butun O'zbekistonga ko'rsatamiz. Bera olmayman degani kerak-da senga. Bera olmayman. Birgalikda qilamiz. Sani shouingni ko'rdik, qanaqa ustalar borligini, zo'r qilib qilishdi. Menimcha buni ham zo'r qilib berishadi, xudo xolos. Kraska qilish boshqa, bo'yash boshqa, yopishtirish boshqa. 100%. Ma'noni o'zgartirish boshqa. U Ancha lekin oson ish emas-da bu. Buni ham qiladi, lekin Uning house qila oladi deb o'ylayman. Bilmadim, bilmadim. O'sha ya, avtovitsin. Avtovitsin. O'zi shularni ko'r. Lekin men mana Instagramda kuzatdim, bitta insonlar bor ekan, lekin men hali ularga aloqaga chiqmadim, balki bizga aloqaga chiqib qolishar o'sha insonlar. O'shalar haqiqatan ham O'zbekistondagi mana o'sha Dilshod aka qilgan mashinalarni ham ko'p proyektini o'sha odamlar qilgan ekan. Qarang, o'sha insonlar O'zbekistondagi nerealniy narsalarni amalga oshira olar ekan. Rolls-Royce 1900 nechinchidir yillarini hozirgi bashara qilib, o'sha insonlar bor, lekin hali biz ularga aloqaga chiqmadik, balki agar bizlarni ko'rib turgan bo'lsangiz, biz siz bilan hamkorlikda ishlashimiz mumkin va xudo xolasa butun O'zbekistonga, balki O'rta Osiyoga mashhur bo'ladigan Senga daram chiqishi mumkin. Qozog'istonda ham zo'r qilishyapti. Og'alarim, na связи, Qozog'iston, Olmaota, Qirg'iziston, Tojikiston, na связи, biz aloqadamiz. Xullas, mana shu mashinada qimmatbaho $500,000 mashinaga aylantirmoqchiman, xullas mashina. Menga ishoninglar, mana shu narsani sizlar bilan birga amalga oshirganman, undan keyin amalga oshiramiz, xudo xolasa. $500 ga oldim mashinani, xullas. qattan anaqadan O'zbekiston. O'zbekiston emas. Bo'ldi, xo'p. Endi bitta tegini ko'rib beringlar, bitta haydab beringlar. Qani kim esda qolgan, ha? Let's go. Abdurahim, давайте, Abdurahim. Abdurahim, hayda. Yonida juda qimmat mashina. Baribir anaqalarga. Abdurahim, go. 2 sizlar komandasizlar, sizlar kelinglar bitta komanda, aholi bitta komanda. Короче, hozir ham konteynerni boshidan start, ana Cobalt oldiga borib, orqaga zadniy qaytish kerak. Kim birinchi sekund bo'yicha tez kelsa, o'sha odamga ikkita odamga grefmandan. Oldiga borib, vali bilan alishib, vali orqa machasi qaytadi. Voy, bilan. O'shanda ikki kishi qarang. Ya, bitta odam bo'lishi kerak. Mexanik haydash bilmaydiganlar ham bor ekan oramizda. Ha, mexanika bilaman. Men ham haydamaganman. Ya, mana ishlar. Bo'lmasa oldiga o'tib olsan. Zadniga o'tirar, zadni chotki. Zadni ha. Ketdi, let's go. Ketdi, yuringlar. Bo'ldi, pishdi. Qarash, kim birinchi kelsa o'sha mendan. Yormisanlar? Zannigu. Ey, skirtlar! Sen qarash keta olmaydigan qo'ymoqsan. Ketadimi hozir? Короче, bular alishib oldi. Val oldiga haydaydi, Abdi orqaga haydaydi. Ketdi. Voy, bilaman, bu cho'zilmayapti, do'stim. Yo, repetitsiya mumkin emas, Yo, o'rtada men bir marta ham o'tirib Ey, ko'rman. sizniki qanday cho'ziladi? Cho'zilmaydi, majburlab tiq. O jinnimisan, siz ham sig'maydi. Tiq. O siz sig'maydi. Foydasi yo'q, tiq. O samam, o'rtoq sig'maydi mana bunaqa. Sig'yapsan, cho'tga yarashdi. Tayyormisan o'rtoq? 1, 2, 3 start. Bos. Ben rejotga urib ketmang. O'rtoq, stop, bos. Bo'l. Yeta. Ma.
Давай, qaydur! Chiziqdan o'tish kerak, chiziqdan o'tish kerak. Stop. Gap yo'q. 2993. Yaxshi, yaxshi. Qanday emas, formula. Turlan ko'rdingmi? Surdimmi? Bizanga. Yo'q, bu gaz. Bu disiplinani birga urib, Ana endi ikkinchi kamanda, uni ham короче 30 sekundda oxirgi kelsa yutadi. Mana hozir 30 sekund. 2993. İkinci kamanda tayyormisizlar? 1 2 3. Voy! bo'l, tormiz. Voy! Voy da. Men shu. Koş 20 sekund. 21. Yuttular. Sizlar o'sha yerga borib qaytdinglar. Ikkita tormoz izi turibdan aytdi. Hazırlar. Ahmad. Kecha bordinglar, o'tdimi? Ahmad, Fabiyada. Haqiqiy uji egalari topildi. 20 sekund. Ancha 1 minut emas. Birinchi tema bor. Bitta temani hal qilaylik bo'ldi. Mana shu mashinaga mana qara. Hozir dilamaydigan nomer turibdi. Mana shunga necha nomer yarashadi? Bitta fikringlar. Rolls-Royce bo'lgandan keyin taqiladi. 001. Yangi harfli chiqadi-ku, o'sha harfli taqish kerak. 007. Bu 7 mi? Nechi bu? Jiguli nechi? 7. 070 chiroyli tushsa kerak. Ikkita yonida 0. Bo'pti, hozir mana shu o'ttozda avtoraqam Toshkentga qilaman hozir. Avtoraqam Toshkentni yaxshi bilasan. Hamma mashinamizga hamma biladi, to'g'ri. Короче, mana shu mashinaga qanaqa nomer qilib bera oladi mana shu jonli bitta so'ray, menga karlab tashaganlar. Undan oldin ham karlab gaplariga javob berganlar. Hozir ham ko'ramiz. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Besta qilmadim aka. Qanday bo'ldi? Aka, men YouTube'ga video otdim hozir. Ha. Bolalarni oldi karilladim. Hop aka. Avtoraqam Toshkentdagi Oybek akam, короче, dedim, yangi mashina olsam, nomerni itini qilib beraman. Porsche Taycandagi nomeringiz xoli bo'lib qoladi deb aytdi. O'shanga yangi mashina oldim, Jiguli oldim, lekin xudo xolosini Rolls-Royce qilaman men, aka. O'shanga necha nomer yarashadi, necha nomer qilib berasiz, aka? Aka, biza qilib beradigan nomer opododasi bo'ladi. Oybek aka, ita deb yozib beralasizmi nomerga? Ita deb. Nomer ita deb yozib berasiz. Ya, aka, o'shanga nomer ko'rasiz. Respublika bo'yicha bunaqasi yo'q deb oladi. Hozir siz bu. Hozir aytingizda pip qo'yib yuboramiz, bo'pti. Necha olib berasiz aka mana shu Jiguliga? Bo'ladi, deb boshlaymiz. Tashlamadim mana. Tashlamadim, Oybek akamni o'rnini, tashlama. Xullas, avtoraqam Toshkent, aka rahmat. Hamma eshitdi, faqat bolalar eshitdi, sizlar eshitmadinglar, lekin xudo xolasa Taqilganini ko'rgan. Beramiz Oybek aka, beramiz nomer. Kimdir olib qo'ysin-da. Endi aka, qola qolsa. Beramiz aka, nomer Oybek aka. Kimdir sotib olsa, o'rtadan chiqib katta pul berib sizni aldab. Sotib yuboring. 070 bo'ladi bu mashina. Men o'zim klient olib beraman. Oybek aka gapiga javob beradigan bola, o'shaning uchun avtoraqam Toshkent. Samleniyozga rahmat Oybek aka, addush aloqadami aka? Hop aka, charcha. Xullas, avtoraqam Toshkentga murojaat qilsanglar, любой nomerni chiroyli qilib olib chiqib berishadi. Bolalar o'ziga hamma mashinasiga taqqan. Biz ham shundan taqamiz. Endi nima kim menga tashlayotdi-da videoda ondan любойga javob. 10 sekundmi? Yo'q, 10 sekund emas. Mashinadan oxirgi. Sen 10 sekund deding, to'xta. Kadrda yo'q. 10 sekund deding. Hamma eshitdi. Xullas, agar sen hozir borib kelishing 10 sekund bo'lmasa, biz senga ujun qilib beramiz. Bo'lsa agar. Bo'lsa. Bo'lmasa hammamizga qilib beramiz. Bo'lmasa hammamizga qilib beramiz. Birdan qilib berasiz, lekin hammaga. 10 sekund bo'lmasa. Bilmasan, nimaga 10 sekund deding? 12 desa bo'ladimi? Yo'q, 12 ham qila olmaydi. 2 vashi ishlasa hal qilib O'rtoq beradi. deshga qilmisizlarmi unda? Babratskiy. Davay deb turamiz. Davay deb turamiz. 10 sekund. Davay.
Zato 11 bo'lmadi. Gol. 11 masda Babra. 11 ga o'tmadi. Xullas, maza qildim to'g'risi bolalar. Sizlar bilan har doim adrenalin his qilganman. Sizlar bilan yaqinligim uchun har safar chaqiraman. Borligiga shukr, addushi. Bizlar bilan birga bo'linglar. Xudo xolasa $500 mashinani $500 million mashinaga aylantirganimizda ham sizlarga birinchi reaksiyani albatta sizlarga ko'rsataman. Sizlar birinchi tomosha qilasizlar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yaxshi bola YouTube kanalimizda undan ham zo'r videolar chiqadi. Hamkorlar, homiylar biz aloqadamiz. Na связи. Xullas, seriozniy proyektlar bo'yicha aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz shodamiz. Bizlar bilan birga bo'linglar. Ketdimi o'shingami? Yo, o'zim emas. Mujik сказал, mujik сделал. Shart bor. Boy kirayotganda aytding-ku. Men любой shartni bajaraman mana. Давай, Men boyda beraverib ketmay turibman. O'zib keta olmoqchi edim. Anga olaman. Bersinchi-da. Beraveraman. Qanday zo'r. Ha, eshtinglar. любой shartni. Mana zalga chiqib yuruvdi orada bir o'zini ko'rsatib hammaga, to'g'rimi? Chiqmay ham qo'ydi. O'zi sportga qiziqasan, qaysi sportga qiziqasan? Yo'q. Anavmi? Kurling bor. Chiqalib ketaveradi. Qaysi? Ot turiga qiziqaman, sport bo'yicha otga qiziqaman. Короче, anaqa setkaga ham qiziqaman, lekin ungacha baribir qansiga trenirovka qilib ancha o'sish kerak. Endi biz boksga qiziqamiz hammamiz, to'g'risi. Boks yaxshi ko'radigan bolalarmiz. Tomosha qilib o'tirish juda ham maroqli bo'ladi. Endi shartim shunaqa, qara. Xullas, tog' topasan, Amirsoy bor, chimyonlar bor. Qor bo'lishi kerak. Ha, qor bo'lsin. Hamma yog'imiz qor bo'lsin. O'rtaga ring qilasan. Ringda sen boksyor bilan boks tushasan. Boks tushmaysan. Zashta surasan, boksyor seni uradi. Boksyorni biz hal qilamiz kimligini. Senga просто 15 kun vaqt beraman. Oldindan aytaman. Sen shu tayyorgarlik ko'rishing uchun moralni. Qizig'ini aytaymi? Bu yerda visoviy kategoriya yo'q. Xolisi Bahodir Jalolov tanlaymiz. Sandan 50 kilo baqir. Sizlar kelishib oldilar. Endi nimadir dedi. Yo'q, просто import ketdi. Yordam beryapti og'aylar. Sportivniy interes. Shunday senga просто 15 kun va kalta yedirsan, kayf qilasan. Osmondan qara, men senga aytdim, yuragim yomon dedim. Sen olib chiqding meni. Men rozi bo'lib kirdim. Endi sen rozi bo'lishing kerak. o'chgan. Bilmadim. Oxirgi marta qachon kalta yegansan? Esingda yo'qmi? Shu esimda yo'q. Bo'ldi, mana. 2 minut turib berasan stoykada. Просто dib urasan. Zashtada turib berasan, bo'ldi. O'rta cho'chimi? Men kalta yemaganman, yedirganman. Bo'ldi. Bo'ldi, короче, ahrora shartini qabul qildim. Tog'da, qor atmosferasida ring quraman o'sha yerga. O'zbekistonning eng zo'r boksyorlardan bittasidan 2 minut kalta yeyman. Ha, faqat kurtkalarda emas, как положено, sportivniy formada turasan. Ular endi unaqa kurtkalarda turadi, bo'ldi. Boksyor znameniy bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, sizlar kommentariyada yozinglar, qaysi boksyor bilan men ringda ko'rishib qolasiz. 5 og'ringlar. 15 kun. Bo'ldi, 15 kundan keyin gaplashamiz. 15 kundan Bolalaringga aytasan, medianga yig'adi, o'sha joyda qiladi, chiroyli qilib. kelasizlarmi? Ha, rasxotingni o'zinglarda. Sharti bu. Hammaga rahmat, yaxshi bola YouTube kanalida biz bilan birga bo'lganinglar uchun. Sog' bo'linglar, jigarlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Ajoyib show uchun rahmat.